تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu ikisi hicret kıldı Mekke'den Medine'ye hicret yolunda. Hemmimizge ma'lum bir vaqialik, hemmimizge ma'lum bir narsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu şu garının ışığı. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu özüdün emas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den qo'rqib ansirab. Ya Resulullah, eğer ularning biri şundaqliq özünün putuğu qarasılam bizni ko'rib qoldi deb shuni ansirab ketgan. Peygamberimiz dedi ki: "Ya Abu Bakr, ma ra'yuka bisnayni Allahu salisuhuma?" Ey Abu Bakr, üçüncüsü Allah bo'lgan ikki nafar kishiga qanday qaraysan? Üçüncüsü Allah bo'lgan ikki nafar kishiga qanday qaraysan? deb shundaq degan. Ansirma, la tahzan, hech ham kim bo'lma, ansirmaga degan. Bu birinchi qatimliq sirida shundaq qildi. Ikkinchi qatim Abu Bakrdan bu so'zni anglab, Abu Bakr bu so'zni anglab bo'lgandan keyin ikkinchi qatim texnik qiyin bir ahvolga kelib qoldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu deydi ki: "Ya Rasulullah, laqad ra'awni." Ular meni ko'rib qoldi ya Rasulullah, meni ko'rdi. Ya'ni shu Rasulullahni qo'g'lab, iz qo'g'lab kelgan mushriklarning ichidagi birisining ko'zi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ko'z uchrashib qoldi. Ko'zmi ko'z ko'riklikda. Ya Rasulullah, laqad ra'awni, meni ko'rib qoldi deb shunday degandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem degan ki: "Ya Abu Bakr, alam taqra qawluhu ta'ala?" Ey Abu Bakr, Allohning shu so'zini anglamadingmi? Wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Ularning sana qarab turayotganligini ko'rasan. Sen qarab turayotganligini ko'rsan, halbuki vaholanki ular ko'ranmaydi. Ular ko'ranmaydi deganligini anglamadingmi deb. O'ylab boqaylik. Ha? Allah subhanahu va taolaning qanchalik muhaymin ekanligini o'ylab boqaylik. Bir İslam davet o'ylab boqaylik. Bu katta İslam davati, bu katta İslam Allah subhanahu va taala ömüçükning yipi bilan, ömüçük to'ri bilan qo'g'dab qilaqliq o'ylab boqaylik. Ha? Ye shunchalik oddiy narsa bir İslamni agar o'ltirilgan bo'lsa bo'ldi, tugaydi. İslam eng oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. O'ylab boqaylik. Shu katta, bu katta İslam, bugunimiz kelgusi bo'lgan bir İslamni Allah subhanahu bir dahshatlik bir armiya, necha millionlagan, necha million farishta emas. Bir en küçük, hiç kim ko'z kelmaydigan, putimizdan biriga tegib ketsa, o'ylab ketadigan, mijilib ketadigan umidning to'ri bilan saqlab qo'yaylik. Ya Rabbi. Ya bu qadrli qilsa, bu nimani ko'rsatdi? Bu nimani ifodalab turdi? Allah subhanahu shunchalik katta bir narsani en oddiy sabab bilan, en küçük narsalar bilan qo'g'dab qilishi nimani ko'rsatdi? Allah'ning qudratining ne kadar yüksek, ne kadar büyüklükni ko'rsatib turdi, qadrli qilsa. Yani Allah subhanahu ve taala en katta narsani en tuman, hiç kim ko'z kelmaydigan, nihoyatda chuprandi, yo'q deb saniladigan bir kichik sabablar bilan saqlab qolgan. Allahu muhaymin. Ba'zi vaqtda qaraydigan bo'lsangiz, shu bir inson va bir qo'shin, shunda bir narsa en oddiy kichik bir sabablar bilan, hiç ko'zga ilinmaydigan sabablar bilan halok bo'lib ketadi inson. En tuman sabab bilan. Nima uchun shunday bo'ldi? Allah subhanahu va taala bizga o'zining qanchalik qudratli ekanligini, qudratining ne kadar yuksakligini bizga ko'rsatib qo'yish uchun bu zamonda bu ishlar yuz berdi, qadrli qilamiz. Va mening o cho'ng katta narsalarni olib kelishimning hech hojati yo'q. Sen hech ko'zga ilmaydigan narsalar bilan men eng cho'ng narsani saqlab qola olmayman. Eng kuchli maxluqni men vayron qilib olmayman deb o'zining qudratini bizga ko'rsatib qo'yish uchun bu ishlar yuz berdi. O'ylab boqaylik. G'azvatul Ahzab hammamizga ma'lum. Bu G'azvatul Ahzabda butkul Jazirat Arab yeri bordiki, barliq arablarning hammasi islomni tub yildizi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga urush echib, shuning uchun G'azvatul Ahzab degan butun armiyalarning hammasi birlashgan. Rasulullohga urush ochgan.
Yahudilar bo'lsa xiyonat qilgan, Yahudilar bilan xiyonat qilmadi, ahd tuzishib bo'lgan Yahudilar ahdisiga xiloflik qilib xiyonat qilgan. Ha? Ana shunday bir holat. İslamning ya bar bo'lish, ya yo'q bo'lishga necha soat qilgan holat. Butun qo'shinlar yig'ilgan. Ya Rabbim, ulug' Parvardigorim, o'ylab boqayli. Alloh qanday joylagan ularni ya. O'ylab boqayli. Ha? Vaqt masalasi bo'lib qolganda islomning ya bar ya yo'q bo'lishi vaqt masalasiga aylanib qolgan. Shunchalik bir holatda, hattoki shuning uchunki iymoni ojiz munofiqlar Rasulullohninki sepida bor munofiqlarning ba'zi deylikki ay'iduna sahibukum an taftaha alayna biladu qaysar va kisra va ahaduna la ya'manu an yaqdiya hajata. Va bu sizlarning sahibinglar, bu hamrohinglar bizga Qaysar va Kisroning yurtlari, imperatorlik davlatlarining fath qilinganligini bizga va'da qilyapti. Bu bizga shuni va'da qilamdi. Halbuki bizning bu yerda o'zimizning ishimizdan birsimiz hozir o'zimizning hojatini ravo qilmay holga tushib qoldik. Mushunda bir holat bo'lsa, sizlarning bu sahibinglar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam Qaysar, Kisra dunyodagi eng kuchli imperatorliklarningki davlatlarining fath qilinganligini bizga va'da qilyapti deb shunda deyishgan. Qanday bo'ldi oxirda? Alloh subhanahu va taolo ya Rabb o'zining qudrati bilan hiçbir mu'minni urush qilsanmadi. Hiçbirisini urush qilsanmadi. Allah o'zi kifoya qildi mushriklar bilan, bu kafirlar bilan. Allah shunday kuchli bir bo'ronni avatlikka butun ularning o'tlarini o'chirib, xayma butun chidirlarning hammasini o'ngtay qilib butunlay qozon qumushlarining hammasini o'rib yo'qlik qilyapti. Allah o'zi kifoya qildi. Mu'minlarning hech birisi urushmoqlik. Allah g'alabani manda qata qildi. Allah muhaymin ekan. Allah hamma narsaga qodir ekan, qadrli qarindoshlar. Butun narsa Allohning qo'lida ekan. Bir shamoldan tugatdi. Allah haqiqatan to'g'ri aytganki, "Va ma ya'lamu junuda robbika illa hu." Ya Rabb. Rabbingning armiyalarini, Rabbingning askarlarini faqat ulan biladi. Faqat shu Rabbingdan biladi. Ya Rabbi, sana hamdu sanalar bo'lsin. Lekal hamdu ya Rabb. Lekal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi. Ya Rabbi, lekal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanika ya Rabb demay turalamdi qadrli qarindoshlar. Ya Rabb. Wa ma ya'lamu junuda robbika illa hu. Rabbingning askarlarini faqat ulam, faqat Rabbingdan biladi. O'ylab boqaylik. Nima degan ulug' Parvardigor? Nima degan ulug' Parvardigor, nima degan ulug' Rabbimiz bu o'ylab boqaylik. Butkul koinotdagi hamma narsa Alloh xohlagan sukunatning ichida Allohning hamma askarlari ekan. Havo, biz yashayotgan normal bir havo. Havoning darajasi qattiqlik tushib ketsin, hech kim 1 metr oldagi narsani ko'rolmaydi. Butun tuman bilan sovuqlik darajasi birga tushib ketsin. Allohning qo'lida. Butkul dahshatli bo'ron chapqun har qanday narsaning yurish, normal yurishning hammasini cheklaydi, yo'q chiqarib hammani to'xtatib o'tadi. Kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Butkul dushmanlarimizning qalblari bizning qalbimizda, hamma narsa, hamma maxluqning qalblari kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Xoliqni qo'rqinch soldi, xoliqni xotirjamlik soldi. Hammasi Allohning qo'lida. Butun narsa hammasi Allohning qo'lida. O'ylab boqaylik. Bugun dunyo Allohning diniga, Allohning farmoniga xiloflik qilgan bu maxluqlar, bu dunyoni bugun qoplab ketgan bu aydizdan iborat. Bu narsaning sababkori nima qadrli qanday o'ylab boqay. Dunyo tankilanmayotgan bu kasalning va ma ya'lamu junuda robbika illa hu. Ya Rabbim, mikroskop qilib necha ming hassa cho'ngaysangiz andin ko'radigan ajoyib kichik, hech ko'zgil bo'lmaydigan bir mikrob hamda. Butun ay mikrob Allohning qo'lidagi qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik.